Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bugun men sizga hali hech kim aytmagan bir sirni ochaman. Qarang. Siz masalan 28-sanada tug'ilgan insonsiz deylik va sizda kombinatsiya 2 ni 8 ga qo'shsangiz 10 bo'ladi va 10 oxiri bir energetikasi bu liderlik. Va albatta 10 energetikasi bu 1 ga 10 va'dasi bor deydi Allohimda va sizda baraka bor, omad bor. Va 2 va 8, 2 bu diplomat, 8 bu adolatparvarlik. Bularda hammasini hisob-kitob qilib ko'rganingizda sizda eng kuchli mana shu sifatlaringiz bor, mana shu xususiyatlaringiz bor. Agarda siz bularda bir energiya bilsangiz, ya'ni qo'lingizda bir suv idish bor va har bittasida masalan asal choy, ikkinchisida novvot choy, uchinchisida nima deydi, qanaqadir bir malina choy, to'rtinchisida qulpinayli choy yoki bir o'zingiz to'qib olaverasiz. Endi qarangki, siz bularda o'ta darajada kimdandir xafa bo'lsangiz, u inson haqida o'ta darajada ko'p o'ylasangiz yoki bo'lmasam siz so'ramasa u insonga maslahat bersangiz, ba'zi bir insonlarga-da yoki har doim uni qil, buni qil, unaqa qil, bunaqa bo'l deb o'rgatuvchi bo'ladigan bo'lsangiz, chunki sizda o'ta energiya ko'pda, siz bu energetikalarda to'g'ri vektorga qo'yib turib, o'zingizni rivojlanishingiz uchun, o'zingizni o'sha kasbkoringiz uchun, современный tilda, zamonaviy tilda missiyangiz uchun ishlatmaydigan bo'lsangiz, ya'ni energiyangiz to'g'ri yo'naltirilmagan bo'lsa, siz qanaqangi bo'lasiz? Asal choyingizni berib yuborasiz, bu unga taqdim qilasiz. Bu sizda aynan diplomat xususiyatlaringiz. Ya'ni siz har bitta narsani, har bitta inson bilan zo'r chiqisha olasiz. Endi 8 bu adolat, bu moliya, bu pul, moddiyatni boshqaradigan, odamlarni boshqaradigan. Siz o'sha so'ramasa o'zingizni energetikangizni tarqatyapsiz-ku, yomon ko'ryapsiz, ichingiz og'riyapti. Siz o'zingizdagi adolatni, balansni yoki bo'lmasam aynan o'sha pullarni tarqatasiz. 2 bilan 8 ni qo'shsangiz 10 kombinatsiya, siz aynan barakangizni ham tarqatayotgan bo'lasiz. Bu menimcha malina choy edi. Siz berdingiz, u ichda mazza qildi, siz malina choy ichgingiz kelgan paytda sizda bo'lmaydi. Keyingisi shunaqa narsaki, bir lidersiz. Siz hamma narsada eng birinchisiz, eng oxirida